O'sha ichkarida rentgen qilib ko'rganimizda ichkarida so'rilmagan suyakchalar, askolkalar qolgan. Hali parchalanib singan-ku. O'shalarning ichida so'rilmagan askolka bo'lgan. Shuni organizm tashqariga itarib chiqarib olgan-da. Yelka qo'yolmayapti. Magnetizmi? Ha? Magnetlarmi? Pedali harakatni cheklab yurgansizmi bunday qilib? Hachi ham o'sha harakatlaringizni yelka bo'g'imda harakatni cheklashga sabab bo'lgan. Bu og'riq nimalar bo'lgan yo'q bu yerda hech narsa. Просто suyak chiqib qolganiga hijolat hijolat bo'lib qoldi. Sразу bosdingiz, telefonni top. Telegramga hammaga yozib yuboraman. O'qiyman. Yaxshi. Bitta bo'lgan. Просто o'sha hali suvlashib yurdi-yu o'sha vaqt. Ana shu suyakchani chiqarib yuborishga ham harakat qilavergandir-da organizm. Tushundingizmi? Aslig'a ichi top-toza. Boshi yering piring yo'q, boshqa yo'q. Faqat endi o'sha suyakcha endi chiqarib yuborishga harakat qilaverganda organizm. Bu mana bu suyakda mana bu ishib qolgani, qo'yilgan temir bor-ku, temir ustini qadoq hosil qilgan. Xuddi o'sha narsa ishib ketgan atrof. Mana bu qo'lingiz ozg'inida semirib qoldi harakat qilganingizga, ha? Mana qo'llar endi jicha harakat qilmaganingiz hisobiga bunga nisbatan bu ozg'in bo'lgan. Endi ishi boryapti shu narsa. Bahorda deyapman, aka. Necha harakat qilib animatsiyalar qilib shug'ullanib boshlarga ketadi. Turasiz, sevor. Mana qilib ketyapti. Bahorda olamiz aka. Bahorda olamiz. Erta bahor kelasiz, mart, aprellarga. O'shanda ham aytganman, kunlar siganda bahor olib tashlaymiz. Shashilmayapsiz tog'a deganman sizga. Kelganingizda qanaqa edi? Qo'llar dabdala edi. Ha, harakat bor edi. Ha, bir nima bor edi. Yomon bo'lgan ekan. Pachaqdan, tepadan tushgan. Endi bu suyak sohasi shunaqacha injiq, tem bo'lib tirsak suyagi. Makto'y susta aka. O'ziga yarasha nimasi bor? Muddati bor. Shu muddatni o'taydi.